Bu tort uchun hech qanaqa qolip ham kerak emas. Hammada bittida zo'r o'xshab chiqadi. Va hammaga birdek yoqadi. Har doimdek kerakli mahsulotlarni Korzinka Go ilovasidan uyda o'tirgan holatda buyurtma berib oldim. Hozirda Kids Plate mahsulotlari uchun 20% skidkalar e'lon qilingan. Demak, biskvitimiz uchun 4 dona tuxum, shakar yaxshilab ko'pirtirilib, sut, o'simlik yog'i, kakao, razrixitil un solib, listimizga pergament qog'ozini solamiz. 180 gradusda 15 daqiqaga pishirishga yuboramiz. Krem uchun 45% qaymoq va sgushonkani yaxshilab mikserlab olamiz. Pishib chiqqan yumshoqqina biskvitlarimizni to'g'rab olamiz. Istalgan idishimizni ustidan strichini o'rab krem surtamiz. Biskvitlarimizni taxlab chiqamiz. Yana krem surtamiz. Kremimizdan ustiga bezak uchun ozgina olib qo'yib, qolgan biskvitlarimizni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bemalol tortimizni yig'sak bo'ladi. Orasiga banan va qulupnaylarni ham qo'shib yuboramiz. Biskvit, qulupnay, banan, biskvit, qulupnay, banan qilib tortimizni yig'ib olamiz. Ustini strich bilan yopib 1 soatga muzlatgichga yuboramiz. 1 soatdan so'ng olib qo'ygan kremimiz bilan ustilarini yopamiz. Eritilgan shokolad va qulupnay bilan ustini bezatib olamiz. Juda ham mazali yumshoqqina bo'lgan panjo tortimiz tayyor bo'ldi. Oling, siz ham yeb ko'ring.